Ikkilanmasdan tavsiya qila olaman, chunki Iroda opamni o'zlarini mana rezultatlarni qo'yib boradilar. O'zim ham o'sha Instagramdagi o'sha rezultatlarni ko'rib kelganman, tavsiya qila olaman. Ha. Yo'q, men to'g'risi ikkilanganman o'zim ham, chunki juda ko'p kosmetologga borganman va Iroda opamga kelishdan oldin ham bitta kosmetologga borib ko'rganman. Iroda opamga o'sha otsiflar bo'yicha kelganimda ikkilanish bo'lgan, otsiflar o'qib turganman va o'sha rezultatlarga ishonib kelganman. Aldanmaganligimni ko'rdim rezultatdan va boya aytganimda o'sha ortiqcha xarajatlarga sabab bo'luvchi holatlar bo'lmagan. Mahsulotlar, boshqa narsa tavsiya qilish mumkin. Endi narx muammo jiddiy bo'lganiga yarasha narx ham arzon emas, to'g'ri, lekin juda qimmat ham demayman, chunki men boshqa joylarda bundan ham qimmat protseduralarni ko'rganman. Narx natijaga yarasha.